Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammadin va alayhi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bir necha kunlardan beri birodarlar siz bilan biz mana shu qalbga taalluqli bo'lgan, qalbda kasalliklarga taalluqli bo'lgan darslarga gaplashyapmiz. Birinchi suhbatimizda siz bilan biz ana shu Allohning kitobi faqat muttaqinlarga yo'l ko'rsatishligini gaplashgan bo'ldik. Muttaqinlarda 3 ta sifati bor deb aytdik. Bu muttaqinlar g'aybga iymon keltiradi, namozni qoyim qiladi va Alloh rizq qilib bergan narsadan infoq ihson qiladi. Undan keyingi suhbatimizda nima gaplashdik? Insondagi qo'rquv va xotirjamlik haqida gaplashdik va kechagi suhbatimizda kervozlikda ujub degan kasal ko'rib chiqqan bo'ldik. Inshaalloh bugun ana shu kasallardan yana bittasi bo'lgan bu hasad haqida gaplashamiz. Inshaalloh. Mana shu 5 kunga davom etib ketadimi, 6 kunga yetadimi? Inshaalloh ana shu rizqqa taalluqli darslarni boshlashlikkacha shu qalb kasalliklari bo'lgan bir necha bir kasallarni ko'rib chiqqan bo'lamiz. Inshaalloh ularni tugatganimizdan keyin ana shu va'da qilingandek rizqqa barakat olib kirishlikka sabab bo'ladigan 8 ta eshik bor. Ana shu 8 ta eshikni gaplashamiz inshaalloh. Yoki boshqacharoq aytadigan bo'lsak, qalbga xotirjamlik olib kiradigan 8 ta eshik desak ham adashgan bo'lmaymiz. Bu endi mana shu aytilgan darslar o'tib bo'lgandan keyin. Bismillahirrohmanirrohim. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Innal ghilla wal hasada ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul khatab." Mana birodarlar, hammamiz bu yerda Alloh taolodan savob umidida o'tiribmiz. Ramazonda roza tutyapmiz, ko'zimizni, qo'llarimizni, a'zolarimizni gunohdan tiyapmiz, bitta narsa umidida. Odamlar rahmat demikin, odamlar menga bir ishonib, davirat qilib narsalarni ish beramikin degan niyatda emas. Nima niyatda qilyapmiz buni? Oxiratdan umidimiz borligi uchun Alloh taolodan savob umid qilgan holatda. Endi tasavvur qilaylikki, biz bir narsani bir qiylanib to'playapmiz, uyab kelib jamlayapmiz, nazarimizni sondig'imizga tashlayapmiz. Uyimizda bir qul chiqib qolganki, bir chekadan olib turibdi. Biz to'lg'izyapmiz, ancha bo'lib qoldi, allaqancha bir songa yetib qoldi deb turib sondiqlashgan mahalimizda, sondiqda yaraman bo'lmaganini ko'rgan paytimizda qilgan mehnatimizga achinamiz va kim olayotganligi haqida o'ylanib qolamiz. Siz bilan biz hayotda qilayotgan amallarimizdan umidimiz bu savob. Mana shu savobni qiylanib kim pul bilan, kim joni bilan, kim moli bilan, kim harakati bilan to'playapti-yu, lekin shunday bir kasal bor ekanki, bu savoblarimizni yo'qib tashlaydigan kasal bor ekan. Bu hasad. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyapti. Albatta, g'illa g'ashlik, ya'ni musulmonlarga nisbatan qalbingizda gina kuduratda bo'lishligi va musulmonlarga nisbatan qalbingizda hasad degan marazni bor bo'lishligi hasanotlaringizda yeb tugatadi, xuddi o'tinni olov yeb tugatgandek deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Meni ummatim 3 ta narsadan hargiz qutula olmaydi" deydi. Ya'ni 3 ta kasal borki, insonlar hech qaysi bu kasaldan omon bo'la olmaydi. Bulardan bittasi yomon gumon, ikkinchisi hasad va to'rtinchisi uchinchisi shumlanishlik deydi. Hasad degan kasal har bitta insonning qalbida bo'ladi, xoh mo'min bo'lsin, xoh kofir bo'lsin. Endi kofirdi-yu, yo'qotadigan hech narsasi yo'q. U har qancha hasad qiladimi, gina qiladimi, unga bo'laveradi. Chunki oxiratdan umidi yo'q uni. Albatta boradigan joy jahannam bo'ladi. Endi musulmonga ozgina alam qiladi. Qiylanib ovqatini, sharobini qo'ysa Allohning roziligi uchun. Qiylanib uyqusidan turib namozni o'qisa, qiylanib topgan pulidan Allohning yo'lida infoq ihson qilsa-yu, lekin shu qilgan ishini savobi solinadigan paqiri teshik bo'lsa-da. Daryoga borasiz, suvda paqirni olasiz, uyga kelgunizcha tayda teshik borligi uchun bo'sh bo'lib qoladi. Yana borasiz, olasiz, kelgunizcha to'kilib ketaveradi. Paqirda tayda teshik borligini bilmagunizcha, ana shu teshikni yemamagunizcha sizni bu mehnatingiz habada bo'laveradi. Xuddi shunga o'xshagandek, agar biz siz bilan biz qalbimizda g'illag'ashlik, hasad degan kasalni chiqarmas ekanmiz, bizni qilayotgan savoblarimiz Rasululloh hadisda marhamat qilgandek, kuyib ketayotgan o'tinga yoki yog'ochga o'xshab turaveradi. Mana odamlar mana shu 3 ta kasaldan hargiz qutula olmaydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Birinchisi gumon. Ya'ni gumon degan narsa, mana aytamiz, falonchi uyga borib chaqirsak, hadab chiqavermasa, uxlayotgan bo'lsa kerak-da.
deb gumonga boramiz. Yoki biror bir majlisga yig'ilishga aytgan bo'lsak, kech qolib kelsa, ha o'zi beparvo. Bizda albatta nimagadir yomon gumon keladi kallamizga. Ha, xufton namozini o'qimagan bo'lsa, xuftonni o'qiyotgandir yoki bo'lmasam namoz o'qib o'tirib yoki Qur'on o'qib o'tirib eshitmayotgandir degan yaxshi gumon kelmaydi, albatta nima deymiz? Bu atay chiqmayapti deymiz. Meni kelishim bilardi deymiz, o'shuning uchun chiqmayapti deymiz. Bu bizni to'g'ritmaydi. O'shuning uchun aytilgan vaqt kelmaydi. Hadislarda keladi. Bir musulmon birodaringizdan bir ayb ish bo'lsa, shu ayb ishni bir sabab bilan qilgandir, bir uzri bordir deb 100 ta uzr qidir unga deydi. Agar 100 ta uzrni topamasang, 101-uzrni qidir deydi. Ya'ni birodaring haqida hech qachon yomon iymon keltirganlar ko'p gumonlardan tiyilinglar dedi Alloh taolo Hujurat surasida. Chunki ba'zi gumonlar nima deydi? Gunoh deydi. Yomon gumon hammada bo'lar ekan, xususan mo'min bu narsadan qutulishligi kerak. Payg'ambarimiz aytayapti, qutula olmaydi deydi. Yaxshi gumon qilib qo'yaylik deymiz. Ichimizdan bittasini chiqib qoladi, esimizga keladi. Haqiqatan yaxshi gumon qilib qo'yaylik. 10 marta vaqtida kelgan aytilgan vaqtga bir marta kech qolsa albatta yomon gumon qilamiz. Mana shu narsadan ehtiyot bo'lishlik kerak. Ikkinchisi hasad. Mana vayda donanta fala tuhaqqiq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar gumon qilsang, kavlashtirma deydi. Ya'ni shu odamning mashinasi bir nojo'ya joyda turibdi-da, nojo'ya mahalda. Shu bir ishi bor. Ya'ni gumon bu. Alloh biladi, buzilib qolgandir, tashlab ketgandir joyga mashinasini. Mingta uzr bo'lishi mumkin, lekin biz yomon olamiz. Ya'ni agar shu yomon gumon ikkinchi marta ham ushlab turganini ko'rsang, nima qilma deyapti? Kavlashtirma deydi. Buni tagiga yetish kerak. Bunda bir gap bor. Shu gapni gapirayotgan odam zamonasining ilg'or odami, majlisda ziynati bo'ladi. Chunki davrani qizitadigan odam shunaqa odamning gapi bilan qiziydi. Ikkinchisi hasad. Fa iza hasadta fala tabghi. Hasad bu nima? Mana ikkita narsa bor. Havas bilan hasad. Aytamiz, hasad degani bizning tushunchamizda o'sha birovdagi narsa sizda bo'lishligi. Shundaymi? Havas unda nima? Nima havas? Ya'ni Alloh taolo bunga bergan fazlini unda bo'lmasdan sizda bo'lishligini xohlashligi bu hasad. Undagidaqa narsa sizda ham bo'lishligi havas. Demak, hasad qilib bo'lmaydi. Birodalar, havas ham qilib bo'lmaydi. Aytaymi nimaga? Chunki siz havas qilayotgan insonda shu boyligi yoki siz havas qilayotgan shu narsasi uni jannatga yetalyaptimi, do'zaxga yetalyaptimi? Ayta olasizmi? Ikkita odamga havas qilish mumkin deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zini havas qilib olmaydi, havas ham qilib olmaydi. Havas qilsangiz hayotingizda noshukrlik, norozilik sifat paydo bo'ladi. Bizda ham bo'lsa edi shunday narsadan. O'shani havas qilmangda. Agar atrofingizda hamma bir xil bo'lsa, iqtisodiy ahvoli. Havas qiladigan hech kimda hamma normal yashayveradi, xotirjam. Endi bir ikkinchisidan baland bo'lib shunaqa bo'lsa edi desa, insonda o'zini hayotidan norozilik degan sifat paydo bo'ladi. Ikkita odamga havas qilish mumkin deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir kishigaki deydi, Alloh taolo u kishiga ilm Qur'on bergan edi. Mana la hasada illa fisnatayn rajulun ataahu Allohu ta'ala al-Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa an-nahar. Alloh taolo bergan bir kishiga havas qilsa bo'ladiki, bu Qur'on egasi edi. Qur'onni kecha va kunduz qoyim qilishlik bilan turadi deydi. Ya'ni Qur'onni tilovat qiladi demayapti birodarlar, muhtaram qorakalar, Qur'on o'qishni biladiganlar. Qur'on o'qiydi emas, qoyim qiladi. Namoz o'qiydi emas, qoyim qiladi. Qur'on undan hayotida qanday yashashni talab qilsa, Qur'on aytgandek yashayotgan odam qoyim qilayotgan bo'ladi. Shu odamni Qur'onini havas qilsa bo'ladi. Yana bir kishini havas qilsa bo'ladiki, Alloh taolo unga mol dunyo berdi. Shu mol dunyosini erta-yu kech Allohning yo'lida sarf qilyapti. Ito'p pulini emas, Alloh yo'lida sarf qilayotganligini havas qilish kerak. Chunki siz havas qilgan pulni Alloh shart sizga berib qo'yganda, Alloh yo'lida sarf qilishlik sizda bo'ladimi, bo'lmaydi, buni Alloh biladi. Tushunadingmi? Pulini emas, o'zini emas, qilayotgan solih amalini havas qilsa bo'ladi. Demak, hasad bu bir odamda bor narsani unda yo'q bo'lib, sizga o'tib qolishligini o'ylashlik bu hasad deyiladi.
Havas ana shu odamdagi narsa sizda ham bo'lishligini xohlash. O'zi havas ham qilib bo'lmaydi. O'zingizni kuningizga qarab yashayveringda. Mana bizda qanaqa? Din ishlarida o'zimizdan pastroq bo'lgan odamga qarab turib, o'zimizni ancha yaxshi his qilamiz, tetik his qilamiz. Ancha-muncha odamdan biz nimamiz? Yaxshi o'qib qolganmiz. Endi dunyo ishlarida o'zimizdan balandroq bo'lgan odamga qaraymizdaqa, biz ham shulardaqa yashamaymiz deymiz. O'zi aslida aksi bo'lish kerak edi. Bunday qoldi, bunday bo'lishi kerak edi. Dunyo ishida bizdan ko'ra holi xarobroq odamga qaraganda qalbimizda xotirjamlik, Allohning bergan kuniga shukr degan sifat paydo bo'lardi. Din ishlarida o'zimizdan yuqoriroq bo'lgan odamlarga qarasak, shularga qarab yetish kerak degan havas paydo bo'lardi. Shunda inson xotirjam yashardi. Bizda ana shu o'lchovlar teskari bo'lib qolganligi uchun hammani hayotida muammo yetarli birodarlar. 10 ming bo'lganda ham normalni bo'ladi deyapmiz, 10 ming bo'lyapti, normalni bo'lmayapti. Chunki 10 mingga yetganingizda 20 mingni ko'rinyapti ko'zingizga. 30 ming qilganingizdan keyin 100 minglik ko'rinyapti ko'zingizga. Bu tog'ning cho'qqisiga o'xshar ekan. Tog'ning cho'qqisini ko'rganingizda mana shu eng baland cho'qqidir, chunki u yog'i ko'rinmayapti-da. Chiqqaningizdan keyin orqasidagi cho'qqi keyin ko'rinar ekan. O'shuning uchun birodarlar biz o'lchovni to'g'rilab olishimiz kerak. Agar bir odamda hasad qilsang deydi, yuzaga chiqarma deydi buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Nima degani bu? Hasad qilasan, yomon ko'rasan, tiling bilan, qo'ling bilan ko'rsatib qo'yma buni deyapti. Chunki bizni qalbimizdan o'tgan gunohga bizga gunoh yozilmaydi birodarlar. U tilimizga, qo'limizga chiqqandan keyin ina gunoh yoziladi. Alloh taolo mana sizlarni qalbingizda o'tgan g'illag'ashlikka gunoh yozilmaydi, magar qasd qilib harakat qilgan, yuzaga chiqargan ishlarga gunoh yoziladi deyiladi. Demak, gumonni gaplashdik, hasadni gaplashdik va shunlanishlik. Shunlanishlik nima u? Va idza tayyarta famdi. Nima edi shunlanishlik? Shupurgida tikka qo'yib qo'yish, pishadi duo qilayotganda dasturxonni olib qo'yish, mashina bilan ozgina oldiga yurib qo'yish, oldida mishig'i ko'p bilasizlar, unaqa narsalar. Bu masalada orqaroqda men o'sha ko'pchilik misolni aytaman. Tiqilib yotib hayotda. Ha? Ertamanda birinchi test klient bo'lsa, xotin kishi bo'lsa, ish orqaga yurishligi, oldidan it yursa ishi yaxshi bo'lib, mishi bo'lsa yomon bo'lishligi. Birodarlar, bu bari bu bid'at, umuman gunoh bo'lgan ishlar. Agar shumlansang deydi, yur oldiga deydi. Mana mashinada oldiga yurib qo'yishlik bor. Men bir elektrikidan ham so'radim, motorisidan ham so'radim, o'zini ishini zo'r ustalaridan. Akalar, agar men shu mashinani texnik tomonini tushunmayotgan bo'lsam, aytib qo'yinglar. Oldiga tamam jichi yurib qo'yishlikda bir hikmati bormi? Desam, u motorisi ham elektriga ham aytdiki, hech qanaqa aloqasi yo'q. Siraz orqaga yursa bo'laveradi. Devorga yashgina mashinasini taqab qo'yganda bufurinchichi ezib bo'lsa ham oldiga jilib qo'yadi. Shundaymi? Birodar, to'g'ri orqaga yuraveringlar. Agar shu mashinani orqaga yurishlik bilan ishimiz orqaga ketib qoladigan bo'lsa, shunchadan beri yurishib ketmayapti, qanaqa oldiga yuryapti. Demak, odamlarda mana shu narsadan qutula olmasligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayapti. Yomon gumon, hasad va shunlanishlik. Bu domla shogirdlariga mana shunga o'xshagan ilmlarni bid'atligini gapiribdi-yu, bir shogirdinikiga borsa shupurgini tikka qo'yib qo'ygan ekan. Domla o'zi o'rgatgan bid'atni. Shupurgini yotkizib qo'y debdi. Yomon bo'ladi debdi. Desa, domla, bu bid'atni desa, tushirib qo'y, yomon bo'ladi. Nima bo'ladi desa, uch qayrilib qoladi degan ekan. Ya'ni oyoqda shupurayotgan bo'lsa, qoqilib yiqilib tushmay olib qo'y desa mumkin endi. Lekin oyoqda shupurgini oxlasa ish orqaga yurib ketadi, nima qilib qo'y? Bid'at birodarlar. Alhamdulillah, mana shu narsani bir 15 yil bo'yin gapirsangiz, har xil laqablarni laqablashardi. Allohga hamdlar bo'lsin, ozgina ilmdan xabarimiz bo'lgandan keyin bu gapni dadil gapirsangiz, odamlar qabul qilyapti. Xo'p. Hasadgo'y odam. Odam mana o'zini qalbini qanchalik tarbiya qilishligi bilan hayotini shirin yoki achchiq bo'lishiga o'zi bir to'g'ridan-to'g'ri sabab bo'lib qolar ekan. Mana ikkita odamni olamiz. Bittasining qalbida hasad bor, bittasining qalbi hammaga nisbatan sof. Ikki xil odam bir xil holatga tushadi. Ko'chada ketayotganda hasadgo'y odam yomon ko'radigan odamning chiroyli mashina minib o'tib ketganligini ko'rdi. Uyga kiradi, uyga kelganda bola chaqasi uyda yo'q, nariyoqqa ketibdi. Svet ham o'chib qolib o'chashgandek, jim o'tirish kerak.
To svet yonguncha, to bola chaqasi uyga qaytib ketishcha uni qalbida nima yonadi? Hasadgo'yni yolg'iz qolishligi azob, mashaqqat. Chunki hayga o'tib ketgan mashina ko'zga kelaveradida, qaynaveradi ma'ta. Endi taqvodor bo'lgan, qalbi birovga nisbatan g'illag'ashlik bo'lmagan odam yolg'iz qolsa maza qiladi. Bola chaqa ketibdi, svet o'chib qoldi. Tasbih aytib o'tiradi maza qilib. Yodlagan Qur'on takrorlab o'tiladi. Bir xil holat. Hasadgo'y bilan qalbi xoli odamga hasaddan. Bittasi uchun bu holat rohat, bittasi uchun bu rohat azob. Demak, svet o'chib qolishligi kimga rohat bo'lsa, kimga azob bo'lar ekan. Bu insonning o'zini qalbini holatiga qaralar ekan. Hasadgo'y uchun deydi ulamolar mana 5 ta musibat bor deydi. Mana hasad aytdik, birovdagi narsani sizga o'tib qolishligini xohlashligingiz. Birovdagi narsani unda bo'lmasligini xohlashligingiz. Birinchi unga beriladigan musibat. G'ammun la yanqati. Hech qachon tugamaydigan nima? G'am. Chunki albatta kimdir sizdan qaysidir masalada nima bo'ladi? Balad bo'ladi. Agar ko'ra olmaslik sifati bo'ladigan bo'lsa, bu insonning hech qachon g'ami nima bo'lmaydi? Tugamaydi. Ikkinchi beriladigan musibat. Musibatun la yujal alayha. Bizni har bitta qilayotgan ibodatimiz mashaqqat birodarlar. Roza tutyapmiz, mashaqqat. Masala eshityapmiz, mashaqqat birodarlar bu ham. Ishonaveringlar. Sadaqa qilyapmiz, mashaqqat. Lekin bu mashaqqat uchun ajr olamiz, haq olamiz Allohdan. Lekin hasadgo'y ham mashaqqat chekadi, hasadgo'y bo'lgan, lekin bunga ajr olmaydi. Uchinchi bo'ladigan musibat mazammatun la yuhmad biha. Malomatga qoladi, mazammatga qoladi, maqtalmaydi bunaqa odam hech qachon. Haqni gapirib qo'yib dunyoda malomatga qolgan bo'lsangiz, qiyomatda maqtalasiz. Haqni gapirib odamlarni yomon degan bo'lsa, mazammatga uchragan bo'lsangiz, qiyomatda Alloh taolo darajasizni ko'taradi. Lekin hasadgo'y dunyoda mazammat ham qilinadi. Oxiratda bunga ajr olmaydi. To'rtinchidan, Alloh azza va jalla bu bandasiga g'azab qiladi. Chunki Allohning bergan fazli marhamatini bandalarga shoshib qo'ygan marhamatini ko'ra olmayapti. Allohning bergan qismatiga norozi bo'lyapti. U vujudi zarar hasadgo'ylik. Avvalambor insonning o'ziga zarar. Agar siz hasad qilganingiz uchun hasad qilayotgan odam bir yerda bir kamayib qolganda-yu, tushunardim endi. Yomon ko'rgan uchun hasad qilib qo'ydingiz deb. Hasad qilganingiz bilan unga nima ziyon yetkiza olasiz? Kimga zarar bo'lyapti? Qiynalib, misqollab topgan savobini botmonlab, o'tindaqa kuydirib tashlayapsan inson hasad qilishlik bilan. Va to'rtinchisi, tug'laqu alayhi abwabut tawfiq. Menda ham o'sha bo'sonda intilyatuvding, shunga yetishlik yo'lini Alloh to'sib qo'yadi deyapti. Qaranglarda tinimsiz hasadda yashaydigan, tinimsiz hasadini tilga chiqargan odam qarangda, haqiqatan o'sha narsa bo'lmaydi unda. Nimaga bo'lmaydi desa, Alloh taolo o'sha yetaman degan narsasiga to'sib qo'yadi yo'lda deydi. Havas qilganida ehtimol yetishi mumkin, lekin Allohning qismatiga norozi bo'lgani uchun Alloh taolo hech qachon bermaydi unga narsani. Umrining oxirigacha hasad qilib o'tib ketadi bu odam. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan biridan rivoyat qilinadi. Kunlarda bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga o'tirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana hozir oldinglarga bir kishi tahorat olib kirib keladi. Albatta u jannat ahlidan dedi. Sahobalar hatto shunda bir oddiy odam kirib keldi. U Abu Bakr emas, Umar emas, oddiy bir kishi kirib keldi. Deyarli hech kim tanimaydigan sahobalardan ekan. Ertasi kuni o'tirishib yana Rasululloh gapini qaytardi. Hozir oldinglarga jannatiy odam tahorat olib kirib keladi dedi. Yana qarab turishdi, kechagi odam kirib keldi. 3-kun aytdi, 3-kun ham o'sha odam kirib keldi. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu aytdiki, bu odamda nima ishi bor ekan? Jannati deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi. Hali kishining uyga bordida aytdiki, birodar dedi, otam bilan chinga kelisha olmay qoldik, 3 kunga kirmayman deb bir qasam ichib qo'ydim. Shu uyingizda 3 kun tunasam maylimi dedi. Islomda birodarlar, mehmonda 3 kun haqqi bo'ladi. Ishga kiramiz deymiz. Ya men mashinadan qaytaman deydi. Ketayotganda bir aytib qo'yamiz, ishga kirar deymiz. U ham biladi ichingizdagi narsani, siz ham bilasiz uni ichingizdagi narsani. Mehmonda haqqi 3 kun. Birinchi kun o'zingiz yeyotgan ovqatdan sal ziyodaroq ziyofat qilib berasiz. Ikkinchi, uchinchi kuni o'zingiz yeyotgan taomdan beraverasiz. 3 kungacha so'rab bo'lmaydi nima keldingiz dedi. Bu hayol birodarlar. Hozirgi zamonda aqlimizga mehmonxona degani, hoji aka, mehmonxona degani. Ana shu mehmon kelsa, indamasdan kelib yotib qolish kerak bo'lgan xona edi.
Hozir mehmonxona degan faqat ziyofat qilganimizda, iftor yoki to'y qilganimizda kirgizamiz mehmonxonaga, boshqa payt u mehmonxona emas. Otalarimizning ichki tashqi hovlisi bo'lgan. Tashqi hovliga shuni kirib kelavergan, hojatxonasi ham bo'lgan, yotoqxonasi ham orqa tomonda ayollarga xotin xalajga og'ir demagan, qo'shib turlar demagan bizga o'sha. Chunki ular to'yda rashatini olmaganda sahna qilib. Aylantirib yusagan sahna keng bo'lsa, ko'proq to'f. Ular bunaqa ham bo'lgan emas. Ularda mehmonning hisobi bo'lgan, uyning o'rtasiga solgan, uy planda. Narigi tomon ayollar tomon, bu erkaklar tomon bo'lgan. Har kishi 3 kun qoladi. Abdulloh ibn Amr 1 kun qarasa, namozini o'qidi, xutonni o'qidi, bismillah dedi, Allohu akbar deb yotdi uxladi. Ertaman turdi, har oddiy mo'min qiladigan ishni qildi. 2-kun qarab turdi, 2-kun ham hamma qiladigan ish, birorta bir oshiqcha ishi yo'q. 3-kun qaradi, 3-kun ham hech bir oshiq. Kechasini turib namoz ham o'qiyotgani yo'q oshiqcha. Jabr sadaqani do'ndirib, sadaqa ham qo'rmayapti. 3-kun ketyapti, xayrlashib aytdiki, taqsir, meni siz yuzga kelishimdan maqsad mana edi. Rasululloh sizni jannatiy degan edi. Shuni sirni bilgani keldim dedi. Siz ko'rgan ishdan boshqa oshiq ishim yo'q dedi. Abdulloh ibn Amr orqasiga qarab ketib qolib, to'xtang dedi. Ha, bitta ishim bor dedi. Har kuni kechqurun uxlayotganda qalbimda hech qaysi musulmonga nisbatan g'illag'ashlik, hasad bo'lmaydi menda dedi. Meni qalbim hammaga nisbatan sof dedi. Abdulloh ibn Amr aytdilarki, ehtimol shu bo'lsa kerak siz jannatga kirib ketgan amalingiz dedi. Qiyinmasa, pul ketmaydi bunga. Vaqt ketmaydi bunga. O'shuning uchun qiyinda bu. Bu qalb kasalligida bu. O'shuning uchun aytayapti. At-taqvo ha huna deb payg'ambarimiz 3 marta ko'rsatdi. Bir kishi Hazrat Umar masjidga kirsa, mana shunday qilib bo'ynini mana qilib olib o'tirgan ekan, taqvoli bo'lib. To'g'ri o'tir degan ekan Hazrat Umar. Yuragida o'tib bor odam bo'lgan. Taqvo bu yerda bo'lmaydi degan, taqvo ma'da bo'ladi degan ekan. Supo bo'lib, haligi esli bo'lib yuramiz-ku. Birodarlar, taqvo ma'da bo'ladi. Bu taqvoda borligini faqat Alloh biladi. Agar mana shu joy tuzalsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, insonda jasadda bitta a'zo bor. Agar shu a'zo tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Agar shu a'zo buzilsa, butun jasad. Ala va hiyal qalb. Bu qalb dedi. Mana kecha kerozlikni gaplashdik. Bugun hasadni gaplashyapmiz. Birodarlar, bittadan yo'q qilsak, bittadan inshaalloh yaxshi bo'lib qolamiz. Alloh taolo hadis qudusida aytadi, banda men tomonga qarab bitta qadam bossa, men unga qarab 2 qadam bosaman deydi. Biz faqat Alloh tomonga intilaylik-da. Men bugundan boshlab hasadni yo'q qilaman deb qasd qilib aytaman. Yomon ko'rgan odamni chiqib peshonangizdan. O'sha birinchi qadamni siz tashlayda, yaxshi muomala qilib qo'ying. Men 2 qadam bosaman deydi. Banda men tomonga qarab yursa, men u tomonga qarab yuguraman deydi. To yaxshi ko'rib qolaman uchrashganimda deydi. Yaxshi ko'rib qolsam, ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li, gapiradigan tili o'zim bo'laman deydi. O'zim nima qilaman, boshqaraman shu bandani. Bir kishi qalbida musulmonlarga nisbatan g'illag'ashligi, hasadi yo'qligi tufayli jannatga kirib ketgan ekan. Alloh taolo ana shu hasadni qalbidan chiqarib tashlaydigan, hamma musulmonlarga qalbida nasihat bo'ladigan bandalardan qilishini so'raymiz. Chunki hasadgo'yda yolg'iz qolishligi azob, qalbida hasadi bo'lmagan, taqvodor bo'lgan bandani yolg'iz qolishligi rohat. Birodarlar, hayotimizni shirin qilishlik, achchiq qilishlik faqat o'zimizdan bo'lgan harakatga bog'liq. Alloh taolodan tavfiq, bizdan duo va harakat. Assalomu alaykum va rahmatullohi